Assalomu alaykum dunyoning har qayerida yashayotgan aziz qarindoshlar, hammanglarga fidoyi do'stinglar, Ahmad Qashig'aridan o'tliq salom, oliy ehtirom. Bugun diqqatingizga chet ellarda yashayotgan vatandoshlarimiz orasida o'zgacha fikrlar bilan alqishlarga kelayotgan, hozir Belgiyada turayotgan vatandoshimiz Najmiddin Sherif afandini alohida taklif qildik. Bugun diqqatingizga qarindishimizningki da'vo yo'lida boshidan kechgan kechmishlaridan biriga o'zining hosilatlarini, tecrübe savaklarını ve küzüşlerden hasıl kılgan fikirlerini birlikte ortaklaşımız inşallah. Selamünaleyküm, hürmetli Necmiddin efendim, hoş geldiniz. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu, hoş geldiniz. Allah razı olsun. Uzun boldu teklif kıldık. Bugün nesipmiş, Allah nesip kıldı. Kısa bir müddette ciddi bir program kılış doğru kep kaldı. Davetimiz tekrar bulangan için bugün Allah'ın rahmetiyle qarindoshlarimiz bilgan nasibdor bo'lsa, jamoangizni ko'rib turibdik, Allohga shukr. Xo'sh, ikkishni gapni nereden boshlaymiz? Avval o'zingizni bir kichik tanishtirishdan boshlab bergan bo'lsangiz, nurg'un qarindoshlar vatanning ichida tanidi, vatan sirtidagilar tanimaganlar bo'ldi. Agar to'g'ri ko'rsangiz, bir qisqacha tarjimalingizni bayon qilib o'tib ketsangiz, kimning og'zidan nima anglayotganligimizni to'liq bilishga qarindoshlarimizni bilsam bo'lsa ko'ngilda. Marhamat. Bulut rahmet. Ben Necmiddin Sherif 1974 yılı Aksu'da Aytman şehrine ait doğdum. Ben özeme toxtalığımda davamlıq benim cemiyetimin kirip çıkışıma kırıp toxtaşı toxtalı. Çünkü benim hayatım boyu koluk keltiğim muhabbetlerim asasen bizim cemiyetimizden muhabbeti bilen çemberçesi bağlandı dep qarayman. Bizning cemiyetimiz bir kadar gözü görüngen boğumuz Erşidun Qumluq, Zozun Tanın zamanısında Zozuzdan karşı partiyanlık kuruş kılıp nam kazargan bir adam. Onun oğlu İmamok'ta 33. yıldaki Cumhuriyet İnkılabı'da Aksu'nun siyahadaki Qo'zg'olonchilarning rahbari bo'lgan. Şu Qo'zg'olonchilarni maqsad bilan ta'minlab, Takucha, Qashqargacha urush qilib bag'an adam. Keyin bir bizning Cumhuriyet tarafidan shayx mufti qilib tayinlangan, so'ng uni imom mufti deydi. Onun oğlu Sherif tamamlam deb qo'yamiz. Shervaqon xalqim bo'lsa 30. yıldaki şu Cumhuriyet'te asker olgan, şunun bilan birlikte Qashqarlik madrasada o'qib, ko'p xil fanlarda ko'zi ko'ringan, qaytib kelgandan shayada fanni va diniy ma'rifatda nurg'un o'quvchi tarbiyalar shayan oilasininki zamonaviy dunyoga kirishida turk rol o'ynagan odam. Bunda bo'lgandan bu shayada Sherif domlamning navrasida bizni Najmiddin qarim Najmiddin maqsud deb qo'yib, ish vaqtimizda atimizni qamarda maqsud aytdi. Bizni shu diniy oilada diniy ma'rifat cho'ng bo'lgan. Keyin tuluqsizlik bir tashkilot qurib qoldik bolalar bilan 30-40 bolalarni atrofimizga yig'ib isloh tashkiloti deb tashkilot qurdik. Buning da asosligi Sharq Turkiston tarixini o'rganish, bolalarga urug' silishlar pataytdik o chaqda. Endi o chaqda xayolimizda bu bizning o'rta maktabda o'qigan bolalar vatanning joy-joylariga, Qashqarga va yoki Xotanga va yoki Urumchiga o'qishga bordi, hatto G'uljiga qadar. Bular shu borgan yerda o'zining ideyasini taqatsa, biz fikr vatanning joy-joylariga tarqalgan bir tor qurish imkoniyatiga ega bo'la olamiz deb biz shu chaqda Partiyasının nizamnamasını paylaşıp özümüzge bir nizamnama tuzduq, şu basqıçda harakat qildik. Keyin şu baydagi Shayakucha 90 aylardagi Xitoyda to'plash bo'ltirishgan rayonga agar Sharq Turkistondan chiqib ketmasang yaxshi kun kelmaysiz degan mazmunda Xitoycha Uyg'urcha shu yozib chopildimmi? Vaqt 4 yosh vaqtim. Necha yosh? 14 yosh vaqtim. Şundan keyin ra'y tekshirib tepib oldi bular. Imla bu barmoq izganda. Hujjat shifograf yo'q, basma yo'q. Qo'l yozgan gapmi? Hatta bilatdim, lekin cho'ng qilish uchun ijroqda ko'rilgan bir narsa qilish kerak-da. Shundan qo'l yozib ekanmiz. Uning ustiga shunday ehtiyot qilsaqmi, o barmoq izi deganlarga qanday bo'ldi shu. Asosiy pochirkini so'rish mumkin deb o'yladim, pashib qoldi. Uning ustiga men bu gap so'zda zodi tatnib o'ltamaydim-da. Bu maktabda kim mushtaqaroq fikr qiladi degan kun aynan Najmiddin deb ko'rsatib qo'ydim. Men bek so'zlaydigan bo'lgandan u yerda o'tirgan ayt osonlik chiqdi. Telefon vaqtida tuyuqsiz kapli o'yini aqto'da o'ydim men yezib qo'lanmagan, chaplab qo'lanmagan ba'zi bir qog'oz bu narsa chiqqan bo'ldi. Shuning bilan 3 yil kesildim. 14 yosh kirgan odamda bekchiq o'ylanish bo'lmaydi haqiqatan. Lekin o çağdaki o'ylanish, hozirgi o'ylanishdan jiq yaxshi ekan. O çağda odamning reallikka qaraganda g'oyani ichida ko'proq yashagan bo'lgandan keyin turmaga kirib qo'ygan edim, men nihoyat bir faxrlanish hissiyoti bilan qilish pushaymon hissiyoti yo'q. O yerda tayyorlab ketganimda zodi bir qahramonlik hissiyoti bilan endi birinchi qadamni bosgan Najmiddin degandek bir hissiyot bilan kirgan turmaga. Shuning bilan 3 yil kesilgan bo'ldim. Bu hukmnomani herhalde shu chaqda saqlab qo'yib ekanmiz. Keyin bir rasmga tortilib qilib ekan, shu rasmni saqlanib qolibdi. Qog'ozini keyin bir o'ynab turgan vaqtda tortib chiqib ketib qoldi.
Hazır kadar kopyası bor qo'limda. Men Lojisoga borgandan keyin Lojisoda endi bu 88-yili Barning Cloud'dan bir yil burungi vaqt joy-joylarda bu ishning anjimi dag'dug'isi chiqibdi. Xalqlar mushnaq bir ish o'tdi, bir bola shor chaqlab turmay kirtirgandan keyin o'sha o'rning mazmunini xabar topgan ba'zi odamlar yo'qlab kelgan bo'ldi, jatartivolar. Avtobus odamlar yo'qlab kelib, ba'zanlar mening dadamni bilib, voy shaytonlarning navbat mushtarishdan kiribdi deb dadamni o'quvchilar asosan bir aqrni yo'qlab kelgan bo'ldi, to'plash degandek. Bu jarayonda kelganlarni meni to'xtamay deganni tashkil qilishni to'xtatmadim. Bu chog'da turmaga yo'qlab kirgan odamni chiqarib yutatdi bizni. O'sha bilan tepib berib, uydan birini tepib boshadi, tamog'imizni itib yeb, kashog'ich paranglashib, kashog'anda bo'lgan bo'lgan voqealarni deb adab tizimlab kirgizib o'tdi. U yerda ideya taqishni to'xtatmadik. Keyin turmadan chiqib 10 oydan keyin ikkinchi qatim shu turmada qurgan biz. O chog'da 10 dak tashkilot izlab keldi meni joy-joylardan. Bu izlab tashkilotlarning ichida shu hozir Kanadadagi Tuyg'un Abduvalining Kakbur tashkiloti degan yashayib degan bu tashkilotning bolalarimi bor. Biz o chog'da 13 tashkilot birlashib Sharq Turkiston Taraqqiyot partiyasi deb bir partiya qurgan. Turmadan chiqib men maktabda o'qiyman deb borsam olmadi. Shuning bilan o chog'da mening dadamning bir o'quvchisi vali bo'lib qoldi ekan. Men izlab bordim bu vali odamni, qor vali deb qo'ydi. U odamga gapim ta'sir qilib qoldi. Men xat yozib beray deb, xat yozib berdi. U valini xatini bir maktabga kirdim, g'inqin qilmay maktabga oldi. Shundan olgandan keyin bu ham sen qaysi sinfga kirib o'qiysan dedi, o'zinglar sinfda qilin dedim. Ma'qulda ma'lumni sinfga kirib qo'ydim. Ali maktabga imtihon bergan sinfga kirsam bo'ldi kelsin deb 11 sinfga kirib qo'ydi. Shunday qilib bu 91-yil 10-oyda men maktabga kirib o'qidim. 92-yil 4-oyda, ya'ni bu bizningki Kuchadagi yo Aqsu'dagi bolalar pashib qilib, bu bolalarning qo'lidan bizning Taraqqiyot partiyasining nizomnomasi tepilib qoldi. Bu cho'chib ketib bo'lmish o'xshamagan yerni o'xshash nizomnoma tepilib deb kendim o'tirishtirib yurib, men tepilib qilib shuni bilan takror jinoyatda turmadan vaqt to'shmay turib qayta jinoyat o'tkazsa bir qo'shib qo'ygan ish bor ekan. Jinoyatimga 5 yil 18 yosh kirmabsiz deb yeniroq kasb dedi. Takror jinoyatda 6 oy qo'shib qo'yish bilan 5,5 yil kasgan bo'ldi. Mendan 5 yil siyosiy huquqimdan mahrum tutdim. U yerda tarimda bir mezgil tutib, uni da hemen yo'tkidi. Siyosiy biz dastlabda Kuchaga 80 tam g'olib, 80 tamdan Qarshi Denzil turmasiga olib u yerdan Turpan Daxiyanga olib, keyingi 1,5 yilni Turpan Daxiyanda tugatdik. U chog'da joy-joylardan 50-60 siyosiyga chiqib qatimiz hammaylandagidek shu Turpan Daxiyanda yoki boshqa yo'tib o'tgan bo'ldi. 97 turmadan chiqdim. Turmadan chiqqandan keyin Shayada bir kompüter mülazmet merkezi yetişini tekep kaldım. Ahvallarını görüp. Sigirleşeceğiz bir saate. Onun üstüne bu kelgüsü tütkül sahala müşten karap yüzünü atıdı. Müstahit bir kısam bulup gelendip. Şayada bir cemaatini jığıp bana yardım kılamınan müstahit bir plan bağda. Sakır kılan buldum. Şu azırak bir meblağ toplandı. Şunu olan Şayada bir mezgil işini başlayıp onun dikin ürümçük çıktı. Onun dikin ben Beijing var okup geleydi. Beijing'da şu pul mamul başvurusu bir okup geleydi. O yüzden maksatımızı düşünmeyken zamanı yok. Satımı düşünüp bakaydı. İşte damat o'qigan vaqtim soqchilar berib sen nuqsuq nuskan deb qaytib keldi. Qaytib kelgan paytda qaytib berish nisb bo'lmadi. Undan keyin nuqsuq nusbati bir umr shu kimligim soqchilarning qo'lida turdi. Hatto bir qatim so'rab tushdim, nega vardim, nereden kim bilan aralashdim. Hayotimning 10 yili shunday o'tib ketdi. Endi bu jarayonda shunaqdimi bu korxona iqtisod bilan shug'ullanishimiz to'salg'i bo'lmagandan keyin korxona yaxshi taraqqi qildi. Nurg'on kompyuter sohasida, korxona boshqaruv sohasida Xitoylarni iltimos qilgan bo'lsa tarbiyaladik. Tecrübe ettim, mesleğet verdik. Ben bir iqtisad muvaffaqiyat kazandım. Ondan keyin şu bar yok iqtisadimni qattiq sarf qilib 20 yil izchil tirishqandim pasport bejigili bu orqali o'zim jamoa deb qo'ygan siz bilasiz. Shu bobodan chiqib turgan jinoyat o'tkazish arxivi. Mashina zamay bak uzun so'zib ketgan. Oxiri u narsani orqasini o'chirib muvaffaqiyat qildi qilish imkoniga ega bo'ldik. Pasportni bejirib Allohning rahmati bilan 2016-yili chiqishga nasib bo'ldi. Hozir bir yilda. Aziz qarindoshlar, bugungi programmani musha qadar qildik. Alloh nasib qilsa, bu mazmunning davomini, uning aloqador savollaringlarni kelar qatimliq suhbatimizda sizlarga taqdim qilishga fursat bo'lib qolsa inshaalloh taqdim qilishni istaymiz. Amon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.